Xo'sh, davom etamiz. 3-masala. Massasi 3 kilogramm bo'lgan brusok 3,6 newton kuch ta'sirida 0,2 metr taqsim sekund kvadrat tezlanish olsa, brusok va gorizontal sirt orasidagi ishqalanish koeffitsiyentini aniqlang. Xo'sh, bunda formulamiz F barobar mu mj plus ma ko'rinishda bo'ladi. Xo'p, endi kuch F barobar 3,6 newton, tezlanish 0,2 metr taqsim sekund kvadrat, massamiz 3 kilogrammga teng. Xo'p, nima qilamiz? Bu yerda masala oddiy, formula aniq, joy-joyiga qo'yib hisoblasak tamom. Bu masala ham tezda chiqadi. Kuchning o'rniga 3,6 newton, ishqalanish koeffitsiyentini aniqlang deganligi uchun mu ni o'zini yozib olamiz. Massani o'rniga 3, jni 10 deymiz. Plus massamiz 3, tezlanish 0,2. Demak, bu yerdan 3,6 teng 30 mu plus 0,6. 30 mu teng 3 ga. Demak, mu teng 3 taqsim 30 ga. Bundan 1 taqsim 10 yoki 0,1 ishqalanish koeffitsiyenti hosil bo'ladi. Mana shunaqa gaplar.